Biznes egalari ko'pincha mana oldim kelib, Z avlodda ishlamaslikda, yalqovlikda, mas'uliyatsizlikda ko'p ayblashadi va ularni ishlata olmayapmiz deb aytishadi. Agar bu videoni ko'rgan bo'lsangiz va biznes egasi bo'lsangiz, Z avlod bilan qanaqa ishlashni, qanaqa ularni ko'zini yondirish mumkinligini va qanaqa qilib xuddi biznes egasida bor motivatsiya sotuvchilarga mos tushishini o'rganib olasiz. Bo'lmasam boshlaylik. Men ismim Sarvar Zayniddinov, sotuv sohasida 10 yillik tajribaga egaman va 70 ga yaqin korxonaga sotuv bo'limini qurishga yordam berganman va ularni 67 tasida savdosi o'sish bo'lgan 26% dan 401%gacha. Agar siz ham biznesingiz bo'lsa, sotuvchilaringizni ko'zini yondiradigan motivatsiya tizimi orqali savdoingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, sizga zo'r instrumentlar beraman. Bo'lmasam sekin boshlaymiz. Nimaga hozir Z avlod bilan ishlash qiyin? Chunki Z avlod o'yinlar davrida bo'ldi. Ya'ni telefonlar paytida, umuman o'sha Instagram, umuman aytganda, ya'ni o'yinlar bilan katta bo'lgan avlod va bu avlod ko'proq o'yinlarni yaxshi ko'radi. Agar siz ham sotuv bo'limingiz bo'lsa, biznes egasi bo'lsangiz, imkon qadar harakat qiling sotuv bo'limingizda o'yinlar orqali savdo planini bajarish. Chunki o'yin 100% fokusni talab qiladi. Qaysi o'yin o'ynagan paytingizda chalib qolgansiz? Odam o'yin o'ynayotgan paytda chalib qolmaydi, chunki o'yin o'ynayotgan paytda bor diqqat fokusi ushbu o'yinda bo'ladi. Endi keling Z avlodga qanaqa qilib o'yin qo'ysak bo'ladi deyishdan oldin, birinchisi qanaqa xatoliklar bor sotuv bo'limida, motivatsiya tizimida. Birinchisi, agar sizni biznesingizda faqat fiksa oylik bo'lgan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda hech qanaqa sotuvchilar ishlamaydi. Masalan, faqat fiksa bersa, aytaylik 3 million, 4 million, 5 million, balkim 10 milliondir. Nimaga? Chunki fiksa oylik nima degani? Fiksa oylik uchun eng zo'r motivatsiya bu siz oylik bergan kuningiz. Ya'ni 5-sanami, 1-sanami. Sotuvchilar, umuman xodimlar o'sha oy sanani kutishadi va o'sha sanadagina rag'bat olishadi. Ya'ni siz odamlarni nimaga rag'batlantirsangiz, o'sha narsada ko'proq shijoat bo'ladi. Ya'ni siz hozir berayotgan rag'batingiz faqat 5-sana bo'lsa, odamlar 5-sanani kutish uchun yashaydi bo'ldi. Endi ikkinchisi, agar fiksani qo'ymasdan faqat sotuvdan prosent qo'ysangizchi? Bunda kattaroq risk boshlanadi. Nimaga? Ha, sotuvchilar riskli bo'yin olib ko'proq ishlashi mumkin, lekin savdo jarayoningizda yolg'on ko'payadi. Ya'ni sotuvchilar har bitta mijozni go'sht deb qaraydi va uni yo'qotish xuddi yutqizishdek his qiladi o'zini. Shuning uchun maksimal tarzda siqib ko'proq va'dalar beriladi, yolg'on gapirish boshlanadi va oxirida biznes uzoq muddatda yutqizadi. Shuning uchun faqat sotuvdan foiz berish ham noto'g'ri, oklad o'zini berish ham noto'g'ri ekan. Endi qanaqa bo'lishi kerak Sarvar degan bo'lsangiz, gibrid format eng zo'ri. Masalan, birinchisi fiksa oylik, ya'ni bu o'sha sotuvchini bo'ktirib qo'ygan darajada bo'lmasin. Aytaylik 3 million, 4 million, balki 5 milliondir, sizni holatingizga qarab. Keyingisi, berayotgan fiksangiz xodimni ehtiyojlarini qondirib qo'ymasin. Eng muhim joyi shu yerda. Aytishingiz mumkin, Sarvar, men katta fiksa bersam, sotuvchi to'yib qolsa-chi desangiz. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Qachonki siz ehtiyoji ko'proq bo'lgan xodimni ishga olsangiz. Masalan, aytaylik xodim olgan paytingizda so'raysiz, 1 oylik xarajatlaringiz qancha? Agar 1 oylik xarajatlari aytaylik 8 million bo'lgan bo'lsa yoki 10 million bo'lgan bo'lsa, siz unga 4 million, 5 million fiksa berishingiz ham uni bo'ktirib qo'ymaydi, chunki u ko'proq pul topish kerak bo'ladi. Bu birinchi shart. Keyingi shart, ya'ni siz sotuv bo'limingizda nafaqat sotuvdan foiz, balkim KPI'larni ham to'g'ri qo'yishingiz kerak. Masalan, KPI bu nima degani? KPI bu qaysidir ishlar yaxshi qilinsa, KPI ko'proq olish mumkin. Masalan, aytaylik, biz Volkswagen ishlayotgan paytimizda Volkswagen Caddy mashinasini sotish unchalik qiyin, unchalik oson emas edi. Nimaga desangiz, ikkita Damas'ni puliga bitta Caddy berardi. Keyin bizlarga o'sha nemislar aytishgan, KPI qo'yishgan, test drive'ga, ya'ni test drive qildiringlar ko'proq deb o'sha narsaga bonus qo'yishgan. Va ushbu bonus orqali, test drive'ni ko'paytirish orqali savdo ham oshishni boshlagan. Ya'ni sizda qaysi nuqtadan keyin sotuv ko'proq bo'lgan bo'lsa, o'sha nuqtaniga rag'batlantirsangiz bo'ladi. Ya'ni KPI. Masalan, aytaylik, siz eshik biznesda ishlaysiz, aytaylik, zamir olish bu sizda eng katta kev bo'lishi mumkin. Ключевой товаронка, ya'ni sotuvni eng muhim nuqtasi. Ya'ni qancha ko'p zamir degani, shuncha ko'p sotuv degani, to'g'rimi? Ana endi ko'proq zamirga borish. Aytaylik, kiyim biznesida bu kiyib ko'rish bo'lishi mumkin. Mashinada bu test drive bo'lishi mumkin. Sotuv bo'limida, ya'ni qurilish kompaniyada bu olib kelish bo'lishi mumkin. Adibardaj maket ko'rsatgan, to'g'rimi? Mana shu hammasiga siz pul to'lashingiz mumkin, qachonki ushbu nuqtadan keyin sotib olish baland bo'lsa. Bu KPI'lar. Biz ham ko'pincha korxonalarga KPI'lar e'lon qilamiz. Masalan, ko'proq qo'ng'iroq qilish, ko'proq gaplashish, to'g'ri gaplashish ssenariy asosida, to'g'rimi? Vazifani o'z vaqtida bajarishga KPI'lar qo'yamiz. Ushbu sabablar bajarilsa, sotuv amalga oshish ehtimoli balandroq bo'lishi uchun. Menda sizga KPI'lar haqida. Keyingisi, ana endi sotuvdan foizlar. Sotuvdan foizlar qanaqa bo'lishi kerak? Aytaylik, shartli ravishda biza 100 million so'm plan qo'ydik sotuv bo'limiga va 100 million so'm plan qo'yganimizda shunaqangi prosent berishimiz kerakki, 100% plan bajargan odam yaxshi daromad qilsin. Masalan, 100 million so'm plan bajargan odamga biza aytaylik 10% berdik, sotuvdan foiz, 10%. Lekin 80 milliondan 99 million so'mgacha
99.909.000 so'mgacha plan bajargan odamga 10% emas, 5% berish kerak. O'shanda 2 baravar farq qilsin, 100% plan bajargan odam bilan 99% plan bajargan odamni daromadi 2 baravar farq qilishi kerak bonusi. O'shandagina qiziq bo'ladi. Endi 50 million bilan 79 million orasida bo'lsa, unda 2,5% bering. 2,5, 5, 10 orasi katta farq qilsin bonuslarni. Foizlarni shartli qilib aytolman. Sizda bu 2 bo'lishi mumkin, 4 bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Aytmoqchi bo'lgan narsam faqat men orasi qarang. 5, 10, 2,5, 5, 10 deyapman. Endi bo'lishi mumkinmi 120 million so'mdan oshuv plan bajarsachi ortig'i bilan. Unda siz berishingiz mumkin 10 bo'lsa 12%, yoki 11% berishingiz mumkin. Katta o'sish emas, lekin nisbatan yaxshiroq foiz berishingiz mumkin. O'shanda sotuvchida plan bor, ushbu planni bajarsa yana ko'proq daromad olish mumkinligini biladi. Umuman aytganda, ya'ni bilsangiz marafon degan yugurish turi bor. Ya'ni ular 40 km, 10 km, 20 kmlab yugurishadi. Va ushbu yugurishda siz 3-5 dan keyin o'sha oyoqlaringiz отказ berib bo'ladi. Ya'ni oyoqlar bu yoqqa yugurmaydi, lekin nima sizni yugurtiradi finishga desangiz, o'sha oxirida finishda lenta borligi va o'sha lentani uzish uchun sizni miyangiz yugurtiradi. Xuddi shunaqa sotuv bo'limida ham sotuvchilarni yugurtirgan narsa bu o'sha planni lentasi, o'sha lentani o'taman deb yugurishadi, qachonki charchagan bo'lsa ham. Shuning uchun siz ham aynan o'sha Z avlod ko'zini yondirish uchun plan qo'yib, o'sha planga mos kattaroq rag'bat qo'yish kerak. Mana shu joyi ham juda ham muhim. Va undan tashqari bizda sotuv bo'limida ko'proq konkurslar e'lon qilamiz. Konkurs qanaqa desangiz, jamoani ikkiga birlashtirib, ya'ni ikkiga birlashtiramiz va birlashgan jamoalar uchun alohida plan qo'yamiz. Kim man planning tez yetib borsa, o'shanga bonus bor. Aytaylik 5 million so'm, 4 million so'm, shunaqa. Va eng yaxshi xodimga, eng yaxshi konversiyaga, umuman jamoalar orasida kunlik konkurslar ham qilamiz. Masalan, bugun eng ko'p savdo qilgan xodimga 100 ming so'm bonus. Bu ham zo'r ishlagan instrumentlardan bittasi. Mana shu bonuslarni yo'lga qo'yganingizdan keyin mana shu Z avlod buni o'yin deb o'ylaydi va ushbu o'yinda qatnashib jamoaviy planlar ham bajaradi. Bitta narsa e'tibor bering. Kunlik plan bajarilsa, oylik plan bajariladi, hattoki yillik plan bajariladi. Lekin siz bugun kunni yo'qotib, mana keyingi hafta plan bajarilsin desangiz, odatda oylik plan bajarilmaydi. Shuning uchun bor fokusi kunlik plan bajarishga qo'yilishi kerak. Va umumiy qilib aytganda Z avlod o'yinlarni yaxshi ko'radi. Siz shunaqa o'ylangki, qanaqa o'yin e'lon qilsam, ushbu avlodga ham o'ynash, ham savdo qilish qiziq bo'ladi. O'shanaqa qilib sotuv bo'limingizni sotuvchilaringizni ko'zini yondirib ishlatishingiz mumkin. Bizning o'zimizda ham rasmdan ko'rishingiz mumkin. Juda ham har xil motivatsiya turlari bor. Bizda hattoki xolodilnik bor. Xolodilnikda o'sha odam narsa sotuv bo'lsa, biz unga o'zimizdan pulimizni beramiz, pulni sotib olish mumkin bizga, dam olishi mumkin, uxlab olishi mumkin. Mana shu hamma narsani Z avlodga moslashtirib sistema qurganmiz. Agar siz ham sotuv bo'limingizda, umuman marketing bilan sotuv bo'limini birlashtirib ishlash xohlagan bo'lsangiz, biz sizga yordam bera olamiz. Ya'ni shu paytgacha ham 70 yaqin korxona sotuv bo'limi qurgan bo'lsak, endi ushbu instrumentlarni sizga ham bermoqchimiz. Tijoriy transformatsiya nomlangan kursimizni e'lon qilamiz. U 1 oylik kurs bo'ladi. Kursda 8 ta modul bo'ladi, shanba yakshanba kuni darslar bo'ladi. Umumiy qilib aytganda, bizda sotuv bo'limi qurishda eng muhim instrumentlarni, ishlab turgan keyslarni, instrumentlarni sizga beramiz, uni olib o'zingiz qo'llashingiz mumkin. Eng muhim joy, boshqa kurslardan farqi nimada? Bu yerda siz jamoaviy kelib o'qishingiz mumkin. Ya'ni jamoaviy deganda o'sha Ropis, marketolog bilan birga kelib o'qishingiz va sotuvchilaringiz uchun alohida mana onlayn kurslarni beriladi. Shunaqa qilib jamoaviy, shuning uchun tijoriy transformatsiya deb aytamiz. Ya'ni hammani fikri o'zgarishi uchun. Umumiy qilib aytganda, agar siz ham sotuv bo'limingiz bilan marketingni birlashtirib, ham marketingni to'g'ri varonkadan foydalanib, to'g'ri sotuv qilib va daromadni oshirib, eng muhimi faqat оборотni emas, balki marjani oshirish ustida bosh qotirayotgan bo'lsangiz, ushbu kurs menimcha sizga juda ham katta foyda bo'ladi. Shu paytgacha ham 200 dan oshiq tadbirkorlar ushbu kursda o'qishdi. Deyarli hammada o'zgarish bo'ldi. Ya'ni hatto muammosi kelmaydi. Ya'ni bir xil biznes o'smagan bo'lsa ham muammolari kelmaydi. Umumiy qilib aytganda, bu joyda biz sotuv bo'limi va marketing bo'limini qurishni, tizimlashtirishi va bu orqali ko'proq daromad qilish haqida gaplashamiz. Agar sizga kursimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, ushbu videoning tagida link bor. O'sha link ustiga bosib, ro'yxatdan o'ting, ma'lumotlaringizni qoldiring, sotuvchilar bilan gaplashib ko'ring, ularni baholab ko'ring va umumiy qilib aytganda, xudo xohlasa siz bilan ushbu kursni ko'rishdan juda ham xursand bo'laman va savdolaringizni oshirish ustida. Umumiy O'zbekistonda ishlayotgan hamma instrumentlarni beramiz. 300 dan oshiq instrumentlar bor. 300 dan oshiq instrumentlarni ushbu kursda xudo xohlasa olasiz. Bitta ikkitasi o'xshab qolib sizni zo'r natija bersa, bundan faqat xursand bo'lasiz. Ro'yxatdan o'ting, ma'lumotlaringizni qoldiring va xudo xohlasa tijoriy transformatsiya qilamiz, aynan sizning biznesingizda.